hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz, kecha biz guvoh bo'ldik Farg'ona viloyati Oltiariq tumani matbuot kotibini o'sha ijtimoiy tarmoqdagi o'sha Oltiariq tuman hokimiga murojaat gruppasida bir fuqaro murojaat yo'llaganda krisa deb turib haqorat qilgan. Holat rasmiy sahifalarda chiqqandan so'ng Alisher ismli o'sha matbuot kotibi anchagina kechirim so'rab SMSda yo'llagan. Mana bugungi kunda hozir shu bizani Farg'ona viloyatidagi maxsus muxbirimiz Xayrulla aka bilan shu Alisher matbuot kotibini bo'lib o'tgan suhbatini ham bugun biz ijtimoiy tarmoqda yoritmoqchimiz. Alo. Xayrulla aka, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Menga qarang, siz yosh bola, siz ana nimalar deb yozyapsiz? Nima deb yozibman? Gruppaga yozibsiz. Muammolar eshitilmayapti, yonyapti, falon bo'lyapti. Kadrlarni almashtirish. Noto'g'ri yozibmanmi? Kadr almashtiradigan bo'lib qolganmisiz? Yo'q. Kimsiz siz o'zi? Oddiy O'zbekiston fuqarosiman. Oddiy blogermisiz? Blogerman. Blogerligingizni qiling. Siz unaqa odamlarni gijgijlab davlatga, hokimiyatga qarshi oyoqlantiradigan bo'lmang siz. Kim shunaqa qilyapti? Siz shunaqa ish qilyapsiz. Nimaga bloklab qo'yasiz bo'lmasa? Men bloklab hozir ham o'chirib qo'yishim mumkin sizni. O'chirib ko'ring bloklab. Bu murojaat guruhi, siz yosh bolamisiz? Bitta gap. Qo'lingizdan kelgan narsa nima? Shuni ayting-da siz. Qo'limdan kelgan narsa sizga basharing qurgur deyman. Qanaqa noinsof deysan deyman. O'shanaqa deyavering. В общем, betsat ekansiz siz. Kim? Siz Chegaradan chiqmang Alisher. Katta to'p oldingizmi bloklab? Men o'zimni ishimda o'zim bloklab. Menga qarang, siz kerak bo'lsa sizni sudga berib sudlashishim mumkin. Bering sudga. Bering. Siz qanaqa dardingiz bor? Javob berasiz gapingizga bering sudga. Bering sudga. Nima dardingiz bor sizda? Siz og'izdan chiqqan gapga javob berib sudga bering. Sudlashaman siz bilan. Sudga bering. Siz nima menga telefon qilyapsiz? Mart o'ladim. Blogram mart o'lish kerak. Siz nimaga meni bloklab qo'yishyapti bo'lmasa? Siz u gruppa, menga qarang, odamlarni hokimiyatga murojaat yo'llaydigan gruppasi. Sizni g'iybatxonangiz emas u. Murojaat yo'llasa nimaga bloklab qo'yapsiz deyapman. Boshqalar sizdas, balkim men sizni yozmadim yerda. Siz Oltiariq tuman hokimini matbuot kotibisiz, shundaymi? Ha. Xo'p. Men sizni yozdimmi yerda bir narsada? Kimni yozdingiz? Men bloklab qo'yganni yozyapman, bloklab qo'yishyapti deyapman. Kim blokladi? Men bloklab, menga qarang, shot bloklab o'chirib qo'yishim mumkin. Uni men bloklab qo'yaman. Nimaga bloklab qo'ydim? Bo'lmasa bloklab qo'ydim. Menga qarang, hokimiyatga yo'llanayotgan murojaatlarga siz hokimiyat xodimlariga faoliyat yuritishga qarshilik qilyapsiz, to'sqinlik qilyapsiz. Sudga bering bo'pti. Xo'p, shunaqa qilsam sudga bering, isbot dalilingizni ko'rsatib turib sudga bering. Men sizga o'xshab melich odam emasman-da. Yana bir marta aytyapman, haddingizni biling, haddingizdan oshmang Alisher. Ya mumkin, shunaqa qilishim ham mumkin deyapman. Mumkin bo'lsa qiling. Mumkin bo'lmagan narsani qilmang. Nimaga? Men o'zimga, menga qarang, siz aytib ko'rgan narsani hammasini ham aytib ko'raverimman o'zimga. Menga qarang. Siz yo bloklab qo'yapsizmi? Men nima yomon yozdim? Короче, nima xohlaysiz? Men murojaatlarda eshitilishini xohlayman, hal bo'lishini xohlayman, rivojlanishni xohlayman men. Nimaga bo'lmasa g'ijir-vijir qilib buni haji qizga o'xshab buni yozishasiz? U gruppaga qarab gapir, kimsan sen? Og'zingga qarab gapir, tushundingmi? Kim haji qiz? Kim haji qiz? Kimning ishlayapsan sen? Ertaga bo'shatasan lavozimingni, seni ustingda turgandan bo'shatadi, tushunib olgin. Sen haji qiz, haji qiz qilmagin, og'zingga qarab gapirgin. Men lavozim uchun sen bilan gaplashayotganim yo'q. Bidir qilma sen. Bidir qilmay gapimni eshitgin. Orqangda kim turgan bo'lsa ham menga farqi yo'q. Ertaga u ham bo'shatadi, sen ham bo'shatasan. Haji qiz deganingga javob berasan hali. Tushundingmi? Jipir qilasan. Kim jipir? Kim haji qiz? Sen kim bo'lgan taqdiringda ham-da, sen kim bo'lgan taqdiringda ham. Men uchun bir pulli odamsan. Tilingdan ketma. Inson sifatida men seni bir pulga oldim. Sen umuman aytda noloyiqsan joyingda turishingga, tushundingmi? Men Oltiariq fuqarosi sifatida aytyapmanki, sen noloyiqsan aytdi. Sen bo'lganingdan beri nima ish bo'ldi aytdi? Nima hokim? To'xta, hokimchi, hokim. To'xtatdi. Sen vatanparvarligimni isbotlab berasan. Bu allomat o'zidan kim yasab olgan jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonun bor. Nima uchun qonunga qarshi chiqadi? Nima murojaat yo'llasa, murojaatini o'chirib tashlaydi yoki bloklab qo'yadi. Nima sen kimsan sen? Hokimmi, matbuot kotibimisan sen? Ijtimoiy tarmoqda chiqayotgan har bitta materialga munosabat berishga majburmisan? Nima bermaysan unda? O'zingni kim deb o'ylaysan sen?
Nimaga bizning xodimlarga unaqa bosim qilasan? Vatan xoini deysan. Nimaga o'zingni haq-huquqlaringni, vazifalaringni bilmaysan? Ishlasang, to'g'ri ishla. Sansiraysan, sudga berishni bilasan. Nima, sen faqat murojaat qilgan ommaviy axborot vositalarini yoki fuqarolarni sudga berib turib tirikchilik qilasan? Yoki senga shunaqa topshiriq berilganmi? Yoki seni nazorat qiladigan organ qolmadimi? Sen hokimiyat vakilisan sen. Xalqqa to'layotgan soliqlaridan oylik maosh olyapsan. Sen xalq uchun xizmat qilishga majbursan sen. Sen unaqa haqoratlab, xohlasang blokka tiqaman, u qilaman, bu qilaman deyishga umuman haqqing yo'q. Janob matbuot kotibimizga tuman va viloyat hokimi shunaqa vakolat berganman. Murojaat qilgan xalq bilan telefon orqali urushasan, ovozini chiqarsa, so'kasan, u qilasan, bu qilasan, haqorat qilasan, tuhmat qilasan deyilgan. Nima? Sani ushbu xatti-harakatlaringga viloyat tuman hokimlari qanaqa chora ko'rmaydimi? Yoki hokimlarning tili qisiq joyi bormi? Bunaqa vallomat xodimlarni ishlashga noloyiq deb hisoblayman. Bunaqa matbuot kotiblari xalq uchun kerak emas. Murojaat qilgan fuqaroni ovozini o'chiradi. Kechirim so'rab yig'lashni bilasan-ku yana. Albatta ushbu holatga prezident administratsiyasi alohida e'tibor qaratishini so'raymiz biz. Chunki ommaviy axborot vositalarida bugun mashq holatda haqorat qilsa, ertaga oddiy fuqaroni boshqa narsa qilishdan ham toymaydi bular. Yoki tuhmat qilib qamatga olishdan ham qaytmaydi. Qani Farg'ona viloyati matbuot kotibi? Albatta bunga chora ko'rilmasa bo'lmaydi. Bunaqa oyog'i yerdan uzilganlar davlat hokimiyatida ishlashiga noloyiq. Bu meni fikrim.